O'lkadagi mahkama ishxonalarining 10%dagina imkoniyati cheklanganlar uchun panduslar o'rnatilgan. Har birida sharoit yaratish imkoniyati mablag' yo'qligi sababli amalga oshmay kelmoqda. Qorasuv rayonida esa bu ko'rsatkich 5%nigina tashkil qiladi. Eng ko'p muhtoj bo'lgan xizmatlarda ham panduslar yo'q. Hattoki sud binolariga kirib chiqishda ham qiyinchiliklar bor. Qirg'izistonda imkoniyati cheklangan 168 ming fuqaro bor. Ularning ko'pchiligi ayrim vaziyatlarda davlat mahkamalariga panduslar yo'qligi sabab murojaat qila olishmaydi. Sababi Qirg'izistondagi idora mahkamalarining deyarli 90%da imkoniyati cheklangan fuqarolar uchun maxsus sharoitlar yaratilmagan. Misal, bu yerda bunday tepkichlerden basa olmaysan. Birөө qarmap chiqish kerak, bir adam yordam kerak, so'zsiz bir adam men kelishim kerak. Hozir ham Kerki mekamelerge barsam ошондой алар жок. Аны бирөөнү чакырып, бирөөгө жардам аркылуу чыгып кирип чыгасың. Mamlakatning eng katta tumani deb hisoblangan Qorasuvning markazida imkoniyati cheklanganlar uchun panduslar yo'q hisobi. Ular uchun yaratilgan sharoitlar 5%nigina tashkil qiladi. Bizning ijodiy guruh eng ko'p muhtojlik yaratuvchi xizmat idoralariga borib ko'rdik. Siz ko'rib turganingizdek, biz qahramonimiz bilan mahkama idoralariga borib ko'rdik. U yerlarning ayrimlarida panduslar bo'lsa, ayrimlarda qurilish ishlari endi olib borilmoqda. Qonun bo'yicha har bir davlat idora mahkamalarida panduslar bo'lish kerak, lekin mazkur masala davlat g'aznasidan mablag' ajratilgandagina hal etiladi. Lekin g'aznada mablag' ozligi sabab har yilda 50 tadangina pandus quriladi. Shu sabab nodavlat tashkilotlar sud adolatligiga erishishni kengaytirish loyihasining asosida imkoniyati cheklanganlar uchun sharoitlarni yaratish harakatlarini ko'rishmoqda. Uning asosida Qorasuv tuman sudining binosiga pandus o'rnatiladi. Görüp turasızlar, panduslar, perillası menen, qarmağaçlar menen qoyuldu. Ошо киревериштеги лестница площадкада коебуз. Лестница айынчасындагы реконструкциялап, ошо ыңгайлуу шарттар тузулду. Ошо менен бирге баягы көзү көрбөгөн, көзү жакшы көрбөгөн адамдар үчүн шрифт Брайла деген шрифттер менен жазылган маалыматтар илинде, маалымат баракчалары коюлду. Qirg'iz Respublikasining sud adolatligi Qirg'iziston Respublikasining sud adolatligiga erishishni kengaytirish loyihasi asosida imkoniyati cheklanganlar uchun Qorasuv tuman sudi binosining oldiga maxsus pandus o'rnatilgan. Undan tashqari ko'z ojizlari uchun maxsus sariq rangdagi belgilar ham o'rnatilgan. Atayin tepkichlarga ko'z ojizlari uchun sariq tusdagi belgi bilan tepkichlarga belgilangan. Bu yerda bir g'ana tepkichlarda Bu yerda sariq rangdagi belgilar o'rnatilibgina qolmasdan Qorasuv tuman sudining binosida bu kabi maxsus ovoz apparatlari ham o'rnatilgan. Imkoniyati cheklanganlar undagi maxsus tugmachani bosganida Qorasuv tuman sudidagi barcha ma'lumotlar eshitiladi. Ma'lumotlar chiqib turadi. Rayonluk sotunun imaratının içinde bağıt alуу тууралуу маалыматты угуу үчүн информатордун өйдө жагында жайгашкан баскычты басыңыз. Уважаемые посетители. Статистика боюнча мен өзүм билгенимди айтып берсем, биз 2015-жыл мониторинг жүргүзгөнбүз да, биз сот органдары канчалык деңгээлде майыптар үчүн ыңгайлуу экенин мониторинг жүргүзгөнбүз. Ага жогорку кеңеш өзү да катышкан биз мененчи. Ошондо дээрлик ыңгайсыз деген эме чыгарылган да. Себеби бир дагы дээрлик немелерде 99%-ында пандус жок болчу. Qorasuv tuman sudining binosiga panduslarni o'rnatish sud adolatligiga erishishni kengaytirish loyihasining navbatdagi bosqichi bo'lib hisoblanadi. Bu vaqtgacha 2015-yilda Oktyabr tuman sudiga qulay sharoitlarni yaratish bilan boshlangan. Loyiha 2018-yilgacha davom etib, endilikda sud binolarida sharoitlarni yaratish ko'zlanmoqda. Madina Ulug'bek qizi, Adina Bazarbayeva, Aybek Ibragim o'g'li, Intimaq.